Assalomu aka. Va alaykum assalom. To'g'ri, sen bir adamlarni ballarini o'xshab bir ishlasang bo'lmaymi? Hatta bir yegangda bir 2 non ko'tarikka, hatta bir yumurta ko'tarikka bir 2 dona. Ha ko'chadagi ballara qara, yosh ballar. Vlajniy salfetka sotadi. Gününe pul topadi. Sen bir tomam topmaysan gününe. Tomaris nura barasan. Birinchi etajında tovari dum ko'paygan ishchi yetishmayapti ekan. İşe girasan. Timmatin oylikda kelasan, tushundingmi? Bo'ldi aka, ishlayman bor. Davay gözüme görünme. Assalomu alaykum yoshim. Aleyküm assalom. Ish kerak edi, og'a, ishsiz ekan. Ne iş keladi qo'lingdan uka? Og'a, qo'limdan любой ish keladi. Ish bo'lsa bo'ldi, ishlab tashlayveraman. Ruscha bilasanmi? Ya russkiy человек-ku. Birinchi marta ko'rishim qop-qora ruskiy человекni. Menga qara yaxshi ballar aytaman, 3 kun stajirovka yursan yaxshimi uka? Bo'ldi, og'a, farqi yo'q, sinov desak shu. Yoshuli, oylikni gaplashmabmiz-ku. Oylikni ishida uka, o'zi hozir gap tursan, biz stajirovkada yuraverqani, yaqsan ish olamiz keyin. Yaxshi. Джонни, Слушаю. в складе лежит майонез. Вынеси их и сложи на полке. Хорошо. Я проверю. Mayonezi sindirib tashladimi shunda ba'zi? Ey, kella yetganmi ya sen de şabursan? Havida Feruz aka aytdi. Mayonezdan olib chiqqan sindirib tashladi. Sana sındır demeyendir, sıyırıp polkaya koy deyendir. Sen ruschani bilmaydi o'xshaydi. Yoshini, men xato aytib qo'ygan bo'lsam, men bo'shatasizmi endi? Sen nereye boşuysan? Endi şu mayonezden töleş için işiysen iyi bedi. Ötücana gir. Akam timmat yolaman deb oylikni. Bang.